Xayrli kun, qizlar. Bu Mix texnikasida men hozir bezak berdim. Ranglarni moslashga harakat qildim. Bilasizlarmi, sizlarga nima yoqadi? Masalan, menga bejirim, chiroyli, hech kimda yo'q. Kimdir ko'rsa havas qilib, qayerdan olding, kimda tiktirding, qanaqa yasading, voy rostdan o'zing qildingmi shuni deb nima deydi, hayratlanib bir san'at asari darajasida yaratilgan narsalar bo'ladi-ku. Mana shunaqa narsalarni bajarish yoqadi menga. Umuman erinmayman shunaqa narsalarni qilishligim uchun. Imkoniyatim, vaqtim, hamma narsani topaman. Ko'nglimga yoqadigan ishni qilsam, mazza qilaman. Sizlar ham shunaqasizlar deb o'ylayman, qizlar. Nima deydi, odam har doim o'zi xohlagan, o'ziga energiya beradigan narsalarni qilishligi kerak. Chunki mana shu narsalar bizani stressdan qutqaradi.